Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala khayri khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullohi wa barakatuh. Ekstremizm qabohat o'chog'i. Ekstremizm bu lotincha so'zdan olingan bo'lib, keskin, o'ta, haddan oshirish degan ma'nolarni anglatadi. Qabohat esa arabcha so'z bo'lib, yomonlik, xunuklik, jirkanchlik degan ma'nolarni anglatadi. Ko'pchiligimizga ma'lumki, bugungi kunda dunyoning ko'plab o'lkalarida, ko'plab mamlakatlarida ekstremistik guruhlarning faoliyatlari kuzatilmoqda. Bu faoliyatlarning natijasi oqibati o'laroq bir qancha erkin, ozod, tinchlik, osoyishtalik, ittifoqlikda, inoqlikda yashab kelayotgan xalqlar o'rtasida, dinlar, millatlar o'rtasida nizolar, urushlar, janjallar kelib chiqmoqda. Bularga misol qilib Iroq, Suriya va boshqa arab mamlakatlarida kuzatilgan ko'ngilsiz voqealar, urush, janjallar va vayronagarchiliklarni aytish mumkin. Ekstremizm so'zining lug'aviy ma'nosidan bildikki, bu ya'ni keskin harakat qilishlik, haddan oshishlik ekan. Ekstremistik harakatlar boshqa sohalarda ham kuzatilishi mumkin, ammo bu agar diniy mavzularda, diniy sohalarda bo'ladigan bo'lsa, uning salbiy oqibatlari o'ta yomon bo'ladi. Buni hozir aytgan, yuqorida aytgan misolimizda ko'pchiligimiz bilamiz, eshitganmiz. Bunday ishlar bilan shug'ullanadigan kimsalar o'zlariga asosan islom dinini niqob qilib oladilar va eshitgan, bilgan oyat hadislardan o'zlarining manfaatlariga hujjat qilib olishlikni o'zlariga kasb qilib olgan kimsalar hisoblanadilar va bularni o'zlari tuzgan bir islom shariatiga to'g'ri kelmaydigan bir qoida bor. Mana shu qoidalarini o'rtaga qo'yib, ya'ni dastak qilib, o'zlarini shariatga to'g'ri kelmaydigan ishlarni shariatda joiz deb aytadilar. Bu maqsadlar vositalarni oqlaydi degan qoida. Ya'ni bizning maqsadimiz oliy, bizning maqsadimiz islomiy davlat qurish, islom xalifasini yana boshqatdan barpo qilish deydilarda. Endi bu maqsadga erishishlik uchun har qanday tajovuzlar, har qanday xunrezliklar, birovni haqqi bo'ladimi, taptormasdan hamma shariat man qilgan ishlarni ham qilaverishdan qaytmaydilar. Biz esa bularning ishlari noto'g'ri ekanligini anglab, tushunib, xalqimizga yetkazishimiz kerak bo'ladi. Chunki Alloh taborak va taolo Qur'oni Karimda marhamat qiladi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahirrohmanirrohim. Ya ayyuhallazina amanu la tuharrimu tayyibati ma ahallallohu lakum va la ta'tadu innalloha la yuhibbul mu'tadin. Ya'ni ey iymon keltirganlar, Alloh taolo sizlarga halol qilib bergan pokiza narsalarni o'zlaringizga harom qilib olmanglar va haddan oshmanglar. Albatta Alloh taolo haddan oshganlarni sevmas. Endi mana shunday ekstremistik guruhlarning faoliyatlari boshqa davlatlarda kuzatildi dedik. Mana shu guruhlarning faoliyatlari bizning vatanimizda, bizning o'lkalarimizda ham kuzatilishi ehtimoli yo'q emas. Chunki bularni o'z harakatlarini amalga oshirishliklarini vositalari, yo'llari juda ko'p. Jumladan eng keng tarqalgan vositalari internet tarmoqlari, ommaviy axborot vositalaridan keng foydalanadilar. Oxirgi ma'lumotlarga qaraganda hozirgi kunda 100 mingdan ortiq ekstremistik faoliyat bilan shug'ullanadigan saytlar, Telegram kanallari, ana shunday ommaviy axborot vositalari mavjud. Endi biz bularni xurujlaridan, bularni tuzoqlariga tushmaslik uchun avvalo o'zimizni, keyin barcha mo'min musulmon xalqimizni, xususan yoshlarimizni mana shunday ommaviy axborot vositalaridan foydalanishlikni to'g'ri o'rgatishimiz va dinimizni, islomni ishonchli bo'lgan ustozlardan xalqimiz, barcha islom ummati e'tirof etgan ishonchli ustozlardan o'rganishlikni o'zimizga yo'l qilib olishligimiz zarur bo'ladi.